Fikrimizni davomlashtiramiz, hurmatli vatandosh. Endiki mavzudun birinchi islah 2022 yil 3-oyning 20-kuni vatandosh. Yuqorqi leksiyaning davomi. Shundoq dedi, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilib kirganligini hargiz ayblamadi. Chunki Ukraina Rossiya masalasini diplomatik yo'llar bilan hal qilishga qatnashmaydi. Qatnashimizmi demadi. Amaliyot Rossiyani qo'llaydi chunki. Shunga Amerika Jungo Kompartiyasining Rossiyaga va Yevro ve yavzana urushda Rossiyaga, yani bu qatamqi bu yavzana urushda yordam bermasligini talab qildi. Mushu ko'rishish suhbat jarayoni. Yana bir kichik mavzu. Jungo Kompartiyasi bayonotida Prezident Joe Biden fikr bayonlarining mazmunini qisqartib o'tdi. Jungoning axborot matbuot organlari, yani Xinhuashi tarqatgan bayonot 11 abzasga bölünüp. Avvalqi qismida hadab Amerika-Jungo munosabati to'g'risida to'xtaldi. Ukraina krizisi to'g'risidagi muhim mazmunlarni keyniga qoldirdi. Xinhuashi bayonotida bir jumlada mundaq eg'izga oldi. Joe Biden Amerika'nın meydanını tanıştırıp, Jungo bilan aloqalashib, Jungo bilan birlikda voqeaning taraqqiy qilib ketishining oldini olishga qo'shildi. Tushundingizmi? Hozir Ukraina masalasiga Amerika dediki prezident qo'shildi. Nimaga? Jungo bilan birlikda voqeaning taraqqiy qilib ketishining oldini olish masalasi bo'yicha Amerika buni qo'shildi dedi. Asla bo'lgan gap emas. Qo'shildi. Xinhuashi prezident Joe Bidenning ogohlantirishi va Amerikaning pozitsiyasi to'g'risidagi so'zlarni, iboralarni butunlay qisqartib o'tdi. Xinhuashi bayonotida tinchlikni tashabbus qilib, urushga qarshi turadiganligini davomlashtirdi. Chigishni kim chekkan bo'lsa, shu yeshishi kerak. Bir qo'ldan chavoq chiqmaydi dedi. Hisobda bildirdi. Ukraina Rossiya urushining chigishini kim chekkan? Bu Jungo chekkandek turdi hozir. Jungo Rossiya bilan birlashib qilgan ishdekli ko'rindi hozir xalqaro jamiyatga. Lekin bunday gap eg'izga chiqmadi. Chiqmagan bo'lsin, bu chigishni kim chekkan? Shu kuni o'tkazilgan Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotida, ya'ni Tashqi ishlar ministrligining muxbirlarni kutib olish yig'inida, kechiringlar, muxbir bunday savol qo'ydi. Mush bayonot e'lon qilgan kun Jungo hukumatining Tashqi ishlar ministrligi muxbirlarni kutib olish yig'ini chaqirdi. Shu yig'inda muxbir bunday savol qo'ydi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Antony Blinken bunday ko'rsatdi. Prezident Joe Biden ochiq ko'rsatib qo'ydiki, Jungo harakat qo'llanib, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilib kirganligini qo'llaydigan bo'lsa, mas'uliyatni o'ziga olishi lozim. Demek Prezident Joe Biden bilan Reis Xi Jinping uchrashmay turib, avval Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken shunday dediki, Jungo harakat qo'llanib, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilib kirganligini qo'llaydigan bo'lsa, mas'uliyatni o'ziga olishi lozim. Amerika buning uchun Jungoni badal to'latkizdi.
dedi. Bununla bayanatçı qandaq cevap qaytırdı? Bu muxbirning qo'ygan savol. Bayanatçı Javlijan mundaq cevap qaytırdı. Jungo tarafning meydaniga munozara ketmaydi. Amerika taraf Jungoga besim shiltadigan bo'lsa, Jungo bu besimga qat'iy qarshi turdi ham hargiz qabul qilmaydi. Demak, bayonotchining maydoni bilan Jungoda hukumatning maydoni o'xshash. Amerikaning ogohlantirishlarini hozir Javlijan besim deyotdi. Besim demoqchi bo'lyapti. Nima deydi? Besim ishiltadigan bo'lsa, Jungo bu besimga qat'iy qarshi turdi, ham hargiz qabul qilmaydi. Shinxuashining bayonoti va Jungo tashqi ishlar ministrligining so'z iboralari tashqi dunyoning gumonini dalilladi. Ya'ni Jungo Rossiyani yordam bilan ta'minlashga tayyorlik qildi deydigan gumonini dalilladi. O'xshash bir kunda Amerikada siyosat jurnali Politika munda xabar qildi. Yevropa ittifoqi amaldorlari oshkorladi. Ular naiti ishonchli dalil paktlarga erishibdi. Bu paktlar Jungo Kompartiyasining dalazar Rossiyaga harbiy ishlar bo'yicha yordam berishni o'ylashayotganligini ko'rsatib berdi. Rossiyaga Jungo Kompartiyasining harbiy ishlar bo'yicha yordam berishni o'ylashayotganligini ko'rsatib berdi deydi Yevropa ittifoqi erishgan dalil paktlarda. Yana bir kichik xabar, Jungo Kompartiyasi o'tni o'ziga tutashtirdi. O'tgan 3 hafta ichida Jungo Kompartiyasi Rossiya va Ukraina urushiga ifoda bildirishdan o'zini qochirdi. Dunyoda mutlaq ko'p sonli davlatlar Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilib kirishiga qarshi turdi. Jungo boshdan oxir Rossiyani ayblab boqmadi. Ukrainaning zamin butunligini, territoriyasini qo'g'dash kerak deb bir og'iz gap qilmadi. Jungo mujmal ifoda bildirib, o o'zimizni nere tutaylik degan edi. Lekin Amerika buningda Jungo Kompartiyasiga yo'l qo'ymadi. Bevosita ogohlantirish bor. Yakın urush bo'ldi, Jungo hukumat taraf hech qanday ifoda bildirmadi. Bir taraf turish qiyofatiga kirib oldi, lekin Amerika Qo'shma Shtatlari bunga yo'l qo'ymadi. Jungoga qapandim, ifoda bildirasiz. Yoki Ukrainani qo'llaysiz, yoki Rossiyani qo'llaysiz. Eg'ir Yamanni yardı qistash degan shunday qitildi. Ogohlantirish berdi. Amdilikda Jungo o'zini yoshiradigan joy qolmadi. Obzorchi Yang gap. Amdilikda Jungo o'zini yoshiradigan joy qolmadi. Eng oxiri Amerika bilan ochiq oshkora kuch elishadigan maydonga chiqdi. Jungo eng oxiri Amerika bilan ochiq oshkora kuch elishadigan maydonga chiqdi. Jungo Kompartiyasi aslida Rossiyani oldingi safga ishtirib qo'yib, o'zi betaraf turmoqchi edi. Bir oz destekki erishilishi mumkin. Bu destek bilan Amerikani Jungo Kompartiyasiga yo'l qo'yishga majburlashim mumkin deb o'ylagan edi. Kaltpam dedi Jungo'liqni. Jungo'liqlar kaltpam ko'rdingizmi? Ukraina urushida Rossiyani oldingi safga chiqarib qo'yish
özü onun kayında mücemel kıyafet tuturabiliş, şifadı bildirmeslik, hiç demek körmegende kıyafet kilibiliş, şu arkalık avzula destekke, desmayı erişip, Amerika Qoşmuş Ştatlarının cüngüğü yol koyduğun aletki keltiriş, yoki şununla mecburlaş. Bugün hem de cüngüğünün bu hiyalları bütçit bol. Amerika bunda qilishga yo'l qo'yma deydi. Davomini anglaysiz vatandoshim.